Muhtaram do'stlar, agar siz jurnalistika yo'nalishida qiziqadigan bo'lsangiz, Rossiyadagi Omsk akademiyamizda mana jurnalistika fakultetini bitirib keldi, diplomimiz yetib keldi bitirgan talabamizga. Tabriklayman sizni jurnalist bo'lganingiz bilan. O'zingiz haqingizda obunachilarimizga tanishtirsangiz. Men Buxorodanman, Buxoro shahrining Kogon shahridan jurnalistika yo'nalishini tugatdim. Omsk gumanitarniy akademiya. Barcha o'qish jarayonlari 4,5 yil, 5 yil bo'ldi va bu muddat davomida Aziya Konsalt juda ham katta o'z yordamlari bilan bizga yordam berishdi va diplom olib kelish jarayonlarida bizga katta ko'maklarni o'z yordamlaridan ayashmadi va bundan xursandman va o'qishga topshiringlar, jurnalistikaga qiziqadiganlar va bir oyning ichida diplomingiz tayyor bo'lib, sizni qo'lingizga yetib kelar ekan. Men jurnalist diplomini, bakalavr diplomini qo'lga kiritganimdan juda ham xursandman. Bundan keyingi faoliyatimda albatta xalqimizga, vatanimizga sadoqatli kadr sifatida ishlab harakat qilaman va sizlar ham qiziqsanglar jurnalistikaga topshirib Aziya Konsalt orqali o'qishinglarni davom ettirishingiz mumkin. Barchaga rahmat. Muhtaram do'stlar, agar siz jurnalistika va bunga o'xshagan boshqa har xil zo'r soha, marketing, menejment sohalariga qiziqadigan bo'lsangiz, bizda Rossiyada onlayn atiga 1 yilga 5 million so'm kontraktga o'qib bitirishingiz mumkin do'stlar. Qabullarimiz ochiq, shoshilinglar. Aziya Konsalt zo'r.